Savol quyidagicha. Bitta qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt. 1 minutda topgan o'quvchiga 50 ming pul mukofoti. Boshladik. Bitta. Vaqt ketdi. Bitta qalam. Bittami? Bitta qalam. Qalamlarni olyapsizlar. Shu bo'luvdimi? Necha bo'luvdi? Mana 7 edi-ku. Bu 7 edi. Bo'lmaydi. To'p, manadan o'qishsan. Ana 5 edi-ku. Ana 5 edi-ku. Ishida. 6 mana. Ha, 6 mana. Siz 7 qo'shilgan 6 teng. mana 3 bo'ldimi? 3 bo'ldi. Menga qara. Mana. Mo'mina oxirgi qadamni qo'y. Men topdim. Topdim. 7 ga 5 qo'shsak 9 bo'lmaydi. 2 emas. 7 ga. Ha, ota. Qani Mo'mina? Ket 50 ming okta. Mana yuvcham ketding. Xo'p, 2 minutdan oshib ketdi Mo'mina. Bitta topdim, stop. Bo'ldi, ha? Bitta qo'ying hozir. Xo'p, javob xato edi. Pullik vaqtimiz tugadi, bolalar. Mana 2 minutdan oshib ketdi. 2,5 minut bo'ldi pullik vaqt. Xo'p, endi javobni ko'rsaman. Savolni qaytaraman. 7 qo'shilgan 6 teng 5. Bitta qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Javob topolmadinglar, ha? Javob mana. Nima bu? -1 qo'shilgan 6 teng 5.